Yangilik yo'qmi hali? Amira boshqa tug'olmaydigan bo'lib qolgandan keyin senga uylanganman. Esingda-ya? Menga o'g'il zurriyot tug'ib berishing kerak. Hali yangilik yo'q Doniyor aka. Lekin tez orada bo'lib qolar. Bilasanmi? Shuncha yillik oilamdan o'g'il farzand uchun buni ustiga qizim endi uzatilay deb turganda ajrashib ketdim. Ajrashishimning asosiy sababi o'g'illi bo'lish. O'zing yaxshi bilasan. Qara, o'tgan safar analiz topshirib ketgansan. Nima bo'ldi deb dadil so'ragin. Oila qurganimizga ancha bo'ldi degan. Lekin hali ham farzandimiz yo'q degan. Xo'p, Doniyor aka, aytaman. Buncha shoshilasiz. Yo'q. Xo'p, tushuntir, bir ilojini qilgin. Dori-darmon yozasizmi, nimadir qilasizmi deb tushuntirgin. Farzandli bo'lishimiz kerak. Siz farzandli bo'la olmaysiz.